To'g'risida, hatto saraton kasalligini davolashda va profilaktikasida ham qo'llaniladi bu 5 ta mahsulot. Biz ayollar sog'lom, chiroyli va yosh ko'rinish uchun hamma narsaga tayyormiz. Hattoki murakkab operatsiyalar va qimmat dorilar olishga ham. Lekin buni ham arzon, ham tabiiy 5 ta mahsulot bilan amalga oshirish mumkin. Tarkibida sulforan moddasi saqlaydigan bu mahsulot organizmni saraton hujayralaridan himoya qiladi, bachadon bo'yni va sut bezi saratonini kamaytiradi. Bu mahsulotimiz brokoli edi. Har kuni pomidor yeyishga odatlaning. Tarkibida likopin moddasi saqlaydigan bu kuchli antioksidant sut bezi va tuxumdon saratonini kamaytiradi. Juda kuchli antioksidantlarga boy, viruslarga qarshi kurashuvchi anor qon aylanishini yaxshilaydi, bachadon bo'yni saratoni va ko'krak bezi saratonidan himoya qiladi. Losos balig'i tarkibidagi omega 369 yurak qon tomiri kasalliklarida va onkologik kasalliklarni davolashda va profilaktikasida foydalaniladi. Zanjabil, ya'ni imbir haqida ko'p gapirmasam ham bo'ladi. Organizmda immunitetni oshirishda, yallig'lanish kasalliklarini davolashda va yomon hujayralarni ko'payishini oldini olishda, minglab kasalliklarni davolashda qo'llaniladigan imbirdan qanday foydalanishni bilmoqchi bo'lsangiz, kommentariyaga imbir so'zini yozib qoldiring. Sarimsoq haqida nega aytmadik? Eng bebaho narsa-ku bu. Har kuni bittadan sarimsoq iste'mol qilib, atrofdagilarga azob bering deyishim kerak edi.